Arzon uy so'raganlarga domdan xudo xolasa 2 xonali uy topib qo'ydik. Sizlar uchun bu normalniy narx deb o'ylayman hozirgi kunda. Ya'ni avqatni yo'lning bo'yinda, egizak domlarda 2-etajda joylashgan, ishlari bo'ylangan, zo'r holatidagi xudo xolasa uyni sotuvga qo'yilyapti. Batafsil ma'lumot xudo xolasa video davomida bo'ladi. Undan oldin bizlarga like bilan podpiskani bosib qo'yamiz va qo'ng'iroqchani shunday tirnatib qo'ysangiz, har video qo'yganimizda sizga signal borib turadi. Va bundan sizga qanday manfaat? Reklamalarda birinchilardan bo'lib ko'rasizlar, sababi 1 soat oldin YouTube kanalimizga videolarni joylashtiramiz, keyin Instagramga joylashtiramiz. Shuning uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni boshlaymiz. Egizak domlardan 2 xonali, 2-etajda joylashgan mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Aboylangan, bir qator uzatilgan kirgan yerlar kaminalari mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Buyamiz banyasi, Wi-Fi'lardan bor, kir mashin hammasi tashlab ketiladi deydi. Xudo xolasa chiroyli narxda kelishidan bo'lsak. Mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Jalyuzilar ildirilgan, hammasi qalingan bo'ldi. Buyamiz bu tomonimizda mana yana bir xonasi, konditsioner bor, televizor bor, mana ko'rsatib bo'ladi. Bemalol tayyor uy, tur yashab ketaman desangizlar ham, xudo xolasa mana shu holatindagi uyimiz sotuvga qo'yib juda ham arzon narxda. O'zingizdan bir kommentariyada yozib kelsangizlar bo'ladi, arzonmi, qimmatmi? Mana shu uyimiz Avqatni yo'lning bo'yida egizak domlarda 2-etajda 2 xonali uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bo'rding izni kreditidan bor. Kreditni davom ettirib ketaman desangizlar 160 million so'mga xudo xolasa yana azroq kelishadigan yerlari bor, berib beradi. Yo bo'lmasa общий kreditlarni yopib turib ham baraka qilsangizlar bo'ladi, turatizga o'tirib olsangizlar ham bo'ladi. Iznda krediti bo'lsa 79 million so'm qolgan. Menimcha normalniy narx bo'ldi. Mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Kimga kerak bo'lsa tez aloqaga chiqamiz. Uyning nomerlarini pastda qoldiramiz. Mang'it Makler kanali, YouTube kanalining rivoji uchun o'zingizning hissangizni qo'shib, like, podpiskani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa har video joylagan vaqtimizda sizga tiringlab borib turadi. Shu vaqtda bizning reklamalarimizga o'tirib vermaysiz. Mana shunday uylar kimga qiziq bo'lsa tezda obunani bosib qo'yamiz va do'stlarimizga, ya'ni uy izlab bilgan do'stlarimizga mana shu videoni berib qo'yamiz. Hammaga yaxshi kayfiyatlar bilan Mang'it Makler kanali.